Salom do'stlar, bugun men sizlar bilan qaydirman. Bugungi videomizda Minecraftda ajdarhoni boqib olish videosini olamiz. Bu ikkinchi qism. Bu ajdarhoyimiz olmos so'rayapti. Bu qismda nima bo'layotganini tushunmayotgan bo'lsanglar, birinchi qismda ko'rishingizni tavsiya qilaman. Agar birinchi qismni ko'rmasanglar, tushunmay qolishingiz mumkin bu ikkinchi qismda. Mana hozir bu kichkintoyimizni ham katta qilishimiz kerak. Shuning uchun bunga cho'chqa go'sht kerak ekan. Olmos so'rayapti. Bu olmosga to'ymaydi bolalar. Ochopa. Chicha katta ekanga o'xshamayapsan. Ko'zimga sal katta ekan ko'rinyapsan-da. Do'stlar, bu kattayibdi. Jonlari ham ko'paygancha. Endi biz bunga mana bunaqa haligi qo'shsak ham bo'laveradi. Kiydirsak bo'ladi. Mana bu branya. Qatyapticha. Mana branya, qora branya ko'rganlarda mana shoxlari ham bor. Endi do'stlar, mana bunga hozir biz cho'chqa go'shtini topib kelishimiz kerak ekan. Aytgancha do'stlar, men yangi Telegram kanal ochmoqchiman. U kanalimda men bu yerda ishlatilgan hamma modlarni ashka tashab boraman. Masalan, bu ajdarho modi, yana boshqa modlarda ham tashab boraman. Faqat ajdarho modi emas, har xil boshqa modlarda ham tashab boraman. Bo'pti. Biz buni cho'chqa. Qaranglar. Birinchi qismni ko'rmaganlar uchun xolos buni qanaqa kuchlari borligini ko'rsataman. Bu birinchi o'rnini yuguradi, keyin bu kuchni qaranglar. Qaranglar. Birinchi qani cho'chqa. Endi bu kuchni qaranglar. Itda o'tgan. Atrofda muzloq hosil qilib chiqqanini yo'q qilaman, yoraman deb turadi. Kerak bo'lsa o'zim bunday tursam o'zim ham yo'q qilib tashlaydi. Cho'chqa go'sht qani? Voy dovda, cho'chqa go'shtni ham yo'qib yubordim. Muzlatib qo'ydimmi qo'shib? Qani cho'chqa go'sht? O'la cho'chqa go'shtini yo'q qilib tashlabdim-ku. Shuni ishlatmaydi. Hop, hozir uxlab olaylik-da avval. Zombilar chiqib bu cho'chqani o'ldirishimizga xalaqit beradi. Aytgancha, bu cho'chqani unaqa kuchini ko'rsatdim. Bu drakonni hozir buni ham yo'q qilib yubormaslik uchun shuni qo'lda o'ldirib qo'yamiz. Jinni yo'qol. Ay! Jinni o'zimni ham qo'shib yoqmoqchiman, o'lib-a? O'lib bilan o'zimni ham qo'shib yoqaman. Iplosa ichimga kirmay qoldi. Orqamdan yur. Bu seni yuvolaymi? Kechasi ovqatlaylikmi? Mana endi mana bu ajdarhoga cho'chqa go'shtini beraman. Agar ko'p cho'chqa go'shti so'rasang, o'ldirib qo'yaman sen itni. Uxlaymiz. That is too far away. That is too far away. Nima uxlab olmayapti? Bo'ldi. Hozir uxlab olamiz, turamiz. Qurvat olamiz o'zimiz bilan. Endi bu ajdarho jonivoriga go'shtni berishimiz kerak. Agar ikkitadan ko'p go'sht yesa, bu bilmayman boshqa nima qilishdi. Hozir. Ip so'rayapti endi bu dovdir. Ipni qayerdan topaman? Endi tushunganinglardek kechasi ovga chiqishim kerak. Chunki bu ip o'rgimchakdan tushadi. O'rgimchak bo'lsa kechasi chiqadi, ertalab chiqmaydi. Anchalik kechasi tushishini kutishimiz kerak, yo bo'lmasa biror narsalar qilib turishimiz kerak. Masalan, nima qilishimiz mumkin? Yo'q. Iplozdan shunaqada katta bo'lib turib oladi. Ip so'raydi, kip so'raydi. Bu o'yinchilar bilgan. Nima so'rashini atay bermaganda. Keyin adashmasam buni 3-4 xil qanaqasi bor edi. Unaqa qarang. Anaqa qilmardi-da bu. Yana bitta manaqa usuli bor edi. Tosham otish kerak edi bu, yo bu otmardimi? Ana o'ldirdi meni. Chinachan. Qo'milmas ekan. Nima bu? Tovaga. Bo'pti do'stlar, bo'lmasa kechasi tushguncha sizlar zerikib qolasizlar. Shuning uchun hozir shuni kechqurun tushguncha men videoda to'xtab turaman. Kechasi tushgundan keyin esa videoda davom ettiraman. Mana do'stlar, kechasi tushdi. Endi video davom ettirishim ham mumkin. Endi biz maytda mana bunday qilamiz-da.
portlash yo'limdagi hammani yo'q qil deb turib bunday qilib yana bitta bunday qilamiz. Bizonkilarni hammasini o'ldirib olgandan keyin qaraymiz ip tushdimi yo'qmi deb. Qaramaydi, o'rgimcha yuribdi. Shundagina o'rgimcha ipini. O'rgimcha o'lmabdi. Shu so'g'da o'lmadingmi, jinni? Bo'ldi, bitta ip tushdi. Biz ko'proq ip olaveramiz. Ana ochoqpat ajdarho ko'proq ip so'rasa. Ana, yana ip tushdimi? Tushmabdi. Ko'proq ip olaveramiz. Ana ochoqpat ajdarhodan hamma narsani tutsa bo'ladi. Mana endi bu ajdarho avval uxlab turib, keyin ajdarhoni ovqatlantiramiz. O'la baqirmaya ajdarho qo'qitib deysan. Uni tushamiz, kravat tap qo'yib tap uxlaveramiz. That is too far away. That is too far. O'la. Uzoqdan uxlab bo'lmaydi degan ekan, men tushunmayapman buni. Bo'ldi, endi bu ajdarho jonni shunchaki oziqlantiramiz. Keyin o'la. Endi bu ajdarhojon oziqlandi. Nima so'raysiz endi? Tezroq katta bo'lsang. O'l, it. Hozir yana shunaqa nima? Yana cho'chqa qidiramiz. Ana, o'z oyog'i bilan keldi cho'chqa ham. Opa, o'xshab. Opa. Qarab. Puf, yo'qmi? Bu nafas ham zo'rda, muzli nafasda yo'qib ham bo'lmaydi bu. Xullas, hozir kliperni bitta urib qo'yib, papa qilamiz. Keyin ajdarhojonga u yog'ini qoldirib, ajdarhojonga o'ldir uni jinni. Shey, mol ekan. Agar shu ajdarhojonga bir narsa qilganda edi, nima qilsam qilardim? Ma ye, bo'ki bo'l. Qoch, nima bo'lyapti? Va ana, bu ajdarhoyimiz ham katta bo'ldi. Necha kirding sen? Tabriklayman, necha kirgan bo'lsan ham. Endi men seni minamanda senga yangi elinaqa sovg'a qilaman. Qaniydi? Mana uni sovg'a qilaman. Endi bu qobiliyatlarini keyingi qismda ko'ramiz do'stlar. Bu qism tugadi. Hammalarga kattakon rahmat bu qismni ko'rganlar uchun. Shuning uchun like bilan obunani bosib ketishni unutmanglar. Bo'pti do'stlar. Xayr.